Dasturimiz davom etadi. Respublikamiz bo'ylab shahar va tumanlarda yoshlarni sportga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish, jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirish va vatanparvarlik ruhini mustahkamlash maqsadida shijoat va g'ayrat sport musobaqalari tashkil etilmoqda. Olis Qorovulbozorda musobaqaning tuman bosqichi bo'lib o'tdi. Qorovulbozor tumanida o'tgan sport musobaqasi yoshlarning qiziqishiga sabab bo'ldi. Musobaqa 18 yoshdan 22 yosh toifasidagi mahalla vakillari o'rtasida jamoaviy tartibda tashkil etilib, bellashuvlar 7 ta shart asosida o'tkaziladi. Har bir bosqichning g'oliblari diplomlar, esdalik sovg'alar va pul mukofotlari bilan rag'batlantiriladi. Bundan tashqari, respublika final bosqichida eng yuqori natijaga erishgan jamoa a'zolariga oliy harbiy va harbiylashtirilgan oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun tavsiyanomalar beriladi. Shuningdek, g'olib jamoalarning mahallalariga zamonaviy sport inshootlari qurib beriladi. Bugungi musobaqamizga biz Bo'ston mahallasidan tashrif buyurdik. Bunda barcha jamoalarga omad tilab qolaman va bizda kuchli hayajon bor. Biz bu musobaqaga faqat va faqat g'oliblik uchun kelganmiz va biz birinchilikni olib ketishga va'da beramiz. Darhaqiqat, musobaqa murosasiz bahslar bilan davom etdi. Bunday sog'lom raqobat ostida kechayotgan bellashuvlar yig'ilganlar qiziqishiga ham sabab bo'ldi. Tomoshabinlar har bir sportchi va jamoaning kurashishini hayajon bilan kuzatib, ularni qizg'in qo'llab-quvvatlab turishdi. Musobaqaning har bir soniyasi o'ziga xos keskinlik va shiddat bilan ajralib turdi. Ushbu tadbirning asosiy maqsadi yoshlarimizni vatanga, vatan himoyasiga, ya'ni sog'lom turmush tarzini olib borishga yo'naltirilgan bo'lib, tuman bosqichida g'olib bo'lganlar viloyat bosqichiga, viloyat bosqichida g'olib bo'lganlar respublika bosqichida ishtirok etishni qo'lga kiritishadi. Ushbu musobaqaning respublika bosqichida g'olib bo'lgan yoshlarimiz imtiyozli ravishda harbiylashtirilgan davlat muassasalariga o'qishga qabul qilinadi. Musobaqa ishtirokchilarining taqdirlash marosimida tuman hokimi so'zga chiqib, yurtimizda yoshlarga yaratib berilgan imkoniyat va imtiyozlar xususida to'xtalib o'tdi hamda o'zining samimiy tilaklarini izhor etdi. Musobaqaning yakuniy natijalariga ko'ra, Cho'lquvar mahallasi 1-chi, Jarqoq mahallasi 2-chi hamda Tinchlik mahallasi faxrli 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Shuningdek, eng chaqqon qiz, eng chaqqon o'smir, eng kuchli sportchi, eng yaxshi qurolsoz hamda eng kuchli mergan nominatsiyalari bo'yicha g'oliblar aniqlanib, pul mukofoti bilan taqdirlanishdi. G'olib jamoalarga tashkilotchilarning diplom va esdalik sovg'alari topshirildi.